Mashina 3 holatda turibdi deyish yo'q. Mashinamizni avatib qo'yganmiz. Qaranglar. Gaz bosib ham tekshirib berishim mumkin. Nexia 2 ni 1.6 ni ovozini yaxshi ko'radiganlar bormi? Nexia 2 1.6 mashinasi polni 0 dan 100 gacha motor qilingan. Shu motorlarning ichida yoqadigani menga Nexia 2 1.6 bilan Onyx Tracker'lar. O'zimiz mana Jam mashinalarining ichida. Nimaga? Chunki ovoz juda ham yoqimli. Bo'ydoq bo'lgan ovozga o'xshaydi deyman-ku. 0 dan 100 gacha polni motorlarini remont qilib berganmiz. Okamlar Andijondan kelgan ekanlar. Xudo xolasa idealniy holatda bo'lgan. Oka, yaxshimi mashina? Zo'r, xudoga shukr. Yoqdimi sizga? Kutganingizga yarasha yaxshi chiqdimi? Barcha ko'ngildagidek. O'zi asli Kutgandan ham ziyoda. gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin. O'zi aslida mashinani boshqa viloyatda ko'r, boshqa mahallaga qo'yib ketgani ham odamning yuragi betlamaydi-da. Sababi borayotgan joyingiz Instagramda ming reklama qilgani bilan qanaqa insonligini bilmaysiz. Shunchalik ixlos bilan tashab ketdilar. Omonatlarini omonatligicha saqlagan holatda idealniy holatda qilib mashinalarni topshirganmiz. Okamlarga yo'qdi, motorlari 0 dan 100 gacha remont qilib berildi. Qilingan ishga qo'yilgan zapchasiga 3 oy kafolat beramiz. Mo'y emasligiga, qo'ygan zapchasimiz muammo qilmasligiga. Muammo qilgan taqdirda ham hech qanaqangi problemasiz almashtirib beriladi. Motor remont xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.